Ha, mana yetib ham keldik. Anavi Toriq tog'i bo'g'ozi, boshqa tillarda Gibraltar bo'g'ozi deyiladi. Jabal tarixini o'zgartirib aytishgan. Bobojon, nimaga Toriq bo'g'ozi deb nomlangan? Sapta tarafdagi alohida ajralib turgan tog'ni ko'ryapsanmi? Ha? O'sha tog' Toriq tog'i deb ataladi. Bo'g'oz ham shu tog'ning nomini olgan. Toriq tog'i? Nima uchun bu tog' Toriq tog'i deb nomlangan? Buning qissasi uzun. Avvalambor senga musulmon bahodirlardan biri haqida gapirib berishim kerak. Qani yur, ana u yerga borib o'tiraylik. Alhamdulillah. Bu sohillarda islom tarixidagi muhim hodisalar sodir bo'lgan. Bu bo'g'oz dunyodagi eng mashhur bo'g'ozlardan biri. U O'rta Yer dengizini Atlantika okeaniga bog'lab turadi. Bo'g'oz taniqli musulmon qo'mondonlarining birini ismi bilan nomlangan. Uning qo'mondonligida katta islomiy fathlar bo'lgan. Andalus yellarini ham eng birinchi fath qilgan qo'mondondir u. U qo'mondon Toriq ibn Ziyod-ku, to'g'rimi? Ha, u musulmonlar lashkarini mana shu Tanjir yerlarda jihodga tayyorlagan. U Shimoliy Afrikaning amiri Musa ibn Nusayr tomonidan Tanjirga vali qilingandi. Ular Andalusga mana shu yerlardan suzib o'tishgan. Toriqning harbiy qo'mondonlikka bo'lgan layoqati Qayrovonda bo'lgan vaqtda bilingan edi. Musa ibn Nusayr qarorgohi joylashgan Qayrovonda u o'limdan qo'rqmaydigan juda ham shijoatli botir edi. U hech qachon qo'mondon bo'lishni so'ramas edi. Amirlarning o'zlari uni qobiliyatini bilib qo'mondon qilib tayinlashardi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Men Toriq ibn Ziyodman. Amir qabuliga chaqirilgandim. Marhamat, kiring. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush kelibsan. Bu yerga o'tir. Mo'minlar amiriga qilingan isyonni bostirishda ko'rsatgan shijoatingni eshitdim. Men sen kabi qoidlardan juda faxrlanaman. Alloh yo'lida xizmat qilishga tayyorman. Fitnachi isyonkorlarni qolgan-qutganlari tog'larga qochib ketishdi. Lekin ular inshaalloh uzoqqa borisha olmaydi. Mayli, bu ishni hozir qo'yib turaylik. Men seni boshqa ish bilan chaqirgandim. Amirul Mu'minin Valid ibn Abdulmalikka bir maktub tayyorlab qo'ygandim. Maktubda Andalusdagi odamlarning ahvoli va ularga bo'layotgan zulmlar haqida xabar berganman. Sen bilasan, mashaqqatli, olis safar va yana yo'lda har xil xatarlar bo'lishi mumkin. Lekin men senga ishonaman. Bu maktubni Damashqqa, xilofat qasriga yetkazishga sendan ishonchliroq odamni topmadim. Maktubni Amirul Mu'minin qo'llariga topshirgin. الأرض تزغرد حين ترى بطل الإسلام بها عبرا وتباهي الكون بجبهته إن صلى فيها أو ذكره. Otlar chanqadi. Ana u yerda bir anhor bor. Shoshildik bo'lmasa. Yo'q, otlar suv ichishlaridan oldin sovib olishlari kerak. Men uzoq yillardan beri bu xatarli yerlarda yo'l ko'rsatuvchiman. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Aroqchilar bunday zotli arab otlariga ishtahalari qanday bo'ladi? Qani bo'lmasa ketdik. Ha, to'g'ri aytasiz. Bu yo'lni to'xtamasdan yurib 40 kun deganda bosib o'tganman. Bu safar qanchada bosib o'tarkinmiz? Boshlanishi yaxshi. Qolganiga sabr qilib to'xtamay yurishingizga bog'liq. Otaxon, balkim yo'l ko'rsatuvchimizga bog'liqdir. Ey qo'mondon, sochimdagi oq sochlar sizni aldab qo'ymasin. Hayotimni hammasini ot ustida o'tkazganman. Buni ko'ramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Marhamat, kiringlar. Siz boravering, safardan charchagansiz. Otlarga men o'zim qarab qo'yaman. Mijozlarga deb juda mazali sho'rva pishirganman. Olinglar birodarlar, yoqimli ishtaha. Allohning barakoti bo'lsin sizga. Qani oldik. Bismillah.
Ha, aytganda Yusuf, otlarga ovqat berdingmi? Xodim o'zim qarab qo'yaman deb qo'ymadi. Ey Yusuf, ehtiyotkorlikning birinchi qoidasi otlarga o'zimiz ovqat berishimiz kerak. Hoziroq borib qarab kelaman. Xush kelibsizlar, marhabo. Shom diyoriga safar qilayotganga o'xshaysizlar. Eshitishimizcha shu kunlarda qaroqchilar ancha jonlanib qolgan emish. Xuddi shunday, ular bir necha kun oldin bir karvonga hujum qilishdi. Hushyor bo'lishimiz kerak ekanda. Bu juda xatarli daradir. To'g'ri aytdingiz, qaroqchilar shu yerda poylab o'tirgan bo'lishi mumkin. Boshqa o'tish joyi yo'qmi? Bor, lekin u yerga borish uchun ko'p vaqt yo'qotamiz. Gap bunday, birodarlar. Daraga kirishdan oldin o'zimizni ko'pchilikka o'xshatib to'xtaymiz. O'sha yerda biroz dam olib, keyin dara tomon tezlik bilan harakat qilamiz. Bordi u yerda qaroqchilar bo'lsa, qo'limizdan kelguncha ularni yo'q qilamiz. Qani olg'a, birodarlar. Biz qilich kamollarimizni urushga tayyor qilib qo'yishimiz kerak. U yerda bizni birov kutib turganga o'xshamaydi. Lekin o'g'ri qaroqchilar butunlay ko'zdan bekinib olgan bo'lishlari ham mumkin. Allohning panohida. Ularning soni ko'pga o'xshaydi. Orqaga qaramanglar, oldinga harakat qilinglar, oldinga. Bizning qo'limizdan qochib qutula olmaysanlar. Bunday osonlik bilan qutulib ketishingga yo'l qo'ymayman. Alhamdulillah, birontamizga ziyon yetmadi. Halok bo'lay deyapman. Ha, Yusuf, senga nima bo'ldi? Qani kel. Qayg'urma. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Allohga hamdlar bo'lsin. Sizlar sog' salomatsizlar. Ko'p gapirmasliging kerak, dam olgin. Yusufni karvonsaroyga olib borishimiz kerak. Ammo oldin qaroqchilar bilan albatta hisoblashib olamiz. Ey qo'rqoqlar, umuman aql ishlatmasdan harakat qildinglar. Mushukni ko'rgan sichqondek qochdilaring-ku, yana osmondan uchgan qushni ham o'tkazmaymiz deganlaringga olaymi? Qani gapirlaringchi, nima bo'ldi o'zi? Bittasi tepada. Hamma bekinsin. Ey xo'jayin, ana u yerda ekan. Kimni izlayapsan? Mana senga.
Men Musa ibn Nusayrning qo'mondonlaridanman. Yusuf shifo topib ketguncha qarab turinglar. Asirni esa tezda Qayravonga jo'natishingizni iltimos qilaman. Aziz birodarim, xavotir olma, jarohating xatarlik emas. Tezda Allohning izni bilan shifo topib ketasan. Men topshiriqni oxiriga yetkaza olmay qolayotganimdan xafaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Ellik kun o'tdi. Allohning izni bilan 2 kunlarda yetamiz. 40 kunda bosib o'tganman deganmidingiz? Men sizga bu ish yo'l ko'rsatuvchiga bog'liq deb aytdim-ku. Ha, sen haqsan bolam. Qarib kuchdan qolmasam edi deyman. الأرض تزغرد حين ترى بطل الإسلام بها عبرة وتباهي الكون بجبهته إن صلى فيها أو ذكر. الأرض تزغرد حين ترى بطل الإسلام بها عبرة وتباهي الكون بجبهته إن صلى فيها أو ذكر. يا طارق لا تقبل أبدا بالباطل فوقي إنذارا. يا طارق لا تقبل أبدا بالباطل فوقي إنذارا. قد مر علي جبابرة فتأمل قد صاروا عبرا. فتأمل قد صاروا عبرا. فتأمل Qayravonni juda sog'indim. Haqsan, safarimiz cho'zilib ketdi. Allohning irodasi bilan asrdan oldin yetib boramiz. Amir Yusufning janozasidalar. Yusufmi? Ha, yordamchingiz Yusuf, Alloh uni o'z rahmatiga olsin. Allohu akbar. Assalomu alaykum, qo'mondon Tariq. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Nima gaplar? Sen bilan xayrlashgani keldik. Qayerga otlandinglar? Andalusga, u yerdagi holatni tekshirib, odamlarning ahvolini ko'rib kelamiz. Ular uzoq vaqtdan beri turli zulmlardan azob chekmoqdalar. Keyingi vaqtda esa zulm rosa kuchayib ketdi. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Alloh safarlaringizni oson qilsin. Astagfirulloh dinakum va amanatakum va xawatim amalakum. Bilasanmi Umar, Andalusdagi eng katta kemalar bandargohi mana shu biz to'xtaydigan bandargoh. Ey Muslim, sen tug'ilgan shahar bu yerga yaqinmi? Bu yerdan g'arb tomonga qarab yurish kerak. Muslim, sendan bir narsa so'rayman. Sen ochmanlarangsan, ispanlar unaqa emas-ku. Onam olmon qabilalaridan bo'lgan. Meni o'ziga o'xshab mallarang tuqqan. Bu yerlarning aholisi olmoniyalik bo'lgani uchun hokimlar ularga zulm qilisharmikin-a? Ey Umar, bu fikrga qo'shilmayman. Avvallari bunchalik zulm bo'lmagan, lekin hokimlarning kufri jaholati sabab shu holatga yetib kelgan. Ey do'stim, Andalusda hukm adolatdan juda uzoq. Qani tez. Dinlamalar. Yor, tez. Andalus mana shunday ko'rguliklar bilan to'lib yotibdi. Zulm kundan kunga ortib bormoqda. Kamida shu odamlarni yarmini yo'q qilib tashlashadi. Nima uchun ularni bunday qattiq azoblashadi? Ular Ariusiy mazhabidalar. Bu mazhab esa kanisadagi rohiblar mazhabiga muxolifdir.
Ikki kofir toifaning orasidagi adovatning sababi mana shudir. Allohu akbar. Allohu akbar. Sami'allohu liman hamidah. Robbana va lakal hamd. Ha? Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Yo'limizda tegirmon bor. Tegirmonchi albatta sizlarga yordam beradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum amaki. Ahvolingiz qalay? Va alaykum assalom. Bizga qanday xizmat? Bizlar musofirmiz. Sizni ko'rib o'taylik degandik. Xo'sh kelibsizlar. Charchagan bo'lsangiz kerak. Qorinlaringiz ham ochdir-a? Allohu akbar. Sami'allohu liman hamidah. Shimoliy Afrikadan bu o'lkalarga kelganimga ko'p yillar bo'ldi. Bu yerlarda kundan kunga musulmonlar soni ortib boryapti. Bu esa davlat hokimlarini qattiq tashvishga solyapti. Bu yerga kelganimga 10 yildan oshdi. O'shandan beri musulmonlar bu o'lkalarga kelib adolat va tinchlik o'rnatishlarini orzu qilaman. Bu esa ushallanmaydigan orzuga o'xshab boryapti. Amaki, noumid bo'lmang. Inshaalloh o'sha kunlar keladi. Inshaalloh. Ha, Allohning xohlagani bo'ladi. Meni soch soqolim oqardi. O'limimdan oldin o'sha kunlarni ko'rsaydim deyman. Ko'proq o'tirsangizlar bo'lardi. Inshaalloh hali ko'p o'tiramiz. Bizlar karvonga yetib olishimiz kerak. Allohning panohiga. Kechirasiz otaxon, nima gap? Biror yordam kerakmi? Rahmat bolam, lekin menga hech kim yordam bera olmaydi. Askarlar bolamni Qurtubaga qatl qilish uchun olib ketishdi. Nima uchun olib ketishdi? U kanisadagilarni dinidan boshqa dinda ikki firqa doim bir-biriga qarshi bo'lgan. Shuning uchun rohiblar bizga qattiq adovat qiladi. Bu yo'l Tulaytilaga olib boradi. Bunisi esa Qurtubaga. Tashakkur sizga. Tashakkur sizga. Yaxshi boringlar, oq yo'l. Oxiri karvonga ham yetib keldik, ey muslim. Ha, lekin ularga kimdir hujum qilganga o'xshaydi. Qani ketdik. Qaroqchilar qayerga ketdi? Ko'rmadingizmi? Ana u tog' tomonga qarab ketishdi. Qani ketdik, ularga yetib olamiz. Qo'ldan chiqardik. Tinchlan birodar, inshaalloh qilmishlariga yarasha jazolarini oladilar. Bu Qurtuba bo'lish kerak. Ha? Umar qara, ana ular kimlar? Shubhasiz ular qaroqchi bo'ri boshining odamlari.
Shaharga qorong'u tushmasidan oldin kirib olishimiz kerak. Qani ketdik. Bu zotliatlarni qaranga juda ham chiroyli. Ozgina oldin kirib ketgan otliqlar qayerga ketganini bilmaysizlarmi? Hokim tavqasiriga ketishdi. Tashakkur senga ey posbon. Ey Umar, bu safar sen xato qilding. Quloqlarimga ishonmayman. Bu shaharda o'g'rilik aynan hokim tomonidan qilinsa-ya. Ha, shunday. Muslim. Tunashga joy topishimiz kerak. Muslim qara. Bu hokim tavning qasri bo'lsa kerak. Gapimni eshitlaring. Senlarga yomonlik xohlamaymiz. Bizlarga otlar kerak. Kim botir bo'lsa yaqin kelsin. Qani bo'linglar, yaqinroq kelinglar. Ha, otlardan voz kechdinglarmi? Qayerga ketyapsanlar? Hey Umar, bu yoqqa kel. Qara, bo'riboshni odamlar qasrdan chiqib ketyapti. Qani? Qiziq, qayerga ketyapti ekan? Ketdik, tez ularni izdan tushaylik. Muslim, sekinroq yuraylik. Bizni sezib qolishmasin. Gapimni eshit. Ularga oldilaridan chiqib to'satdan hujum qilmasak, orqalaridan quvib borib hujum qila olmaymiz. Juda yaxshi fikr. Qani ketdik. Attang, ularni qo'ldan chiqardik. Ha, lekin quruq qaytmasmiz. Qara. Ey, eshit, agar boshliqlarning kimligini aytsang, senga yordam beramiz. Bo'ribosh Qurtuba hokimi tavning yordamchisi. So'zimiz to'g'ri chiqdi. Agar hokim tavning odamlari shunday bo'lsa, unda kimga shikoyat qilamiz? Qaroqchilardan olib qolgan mollarni sotgandan keyin qaytaman degandim. Lekin bu xabarlardan keyin hoziroq qaytish kerak. Sizlar hali yurasizlarmi? Yo'q, biz ham ortimizga qaytamiz. Ibrohim ota bilan xayrlashib kelamiz. Keyin karvonga yetib olamiz. Men ham sizlar bilan birga boraman. Ya Alloh, bu xaroba nimasi? Nima bo'ldi ekan? Bo'lishi mumkin emas. Yo Allohim,